milliy brendlarni ko'paytirish, borlarini xalqaro darajaga olib chiqish bo'yicha yangi tizim qilamiz. Bunda milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash kampaniya tashkil qilinadi. Xorijdan brend menejer, dizayner, marketolog, PR menejer olib keladi. Xalqaro sertifikati bor, sifati yuqori va tashqi bozorda raqobatbardosh bo'lgan kamida 50 ta milliy mahsulotni tanlab oladi. Ularga O'zbekistondan sifat belgisini berib, brendini dunyoga tanitish uchun katta targ'ibot kampaniyasini boshlaydi. Qo'chqorov Vaqaf 2 haftada qaror kiritsin. Bugungi kunda o'zimizda tayyor kiyim, kechak, charm, attorlik va poyabzal ishlab chiqaradigan 4000 dan ziyod korxona bor. Lekin ularni aholiga tanitib, keng tanlov imkonini beradigan milliy mahsulotlar bir joyda sotilayotgan savdo markazimiz yo'q. Xorijiy turistlar ham bu masalani aytayapti va shu masalaga juda talab yuqori bo'lyapti. O'tgan yili 10 million xorijiy turistlar kelgan. Shu bois faqat milliy mahsulotlarimiz sotilayotgan yirik savdo markazlari Mall of Uzbekistan ishga tushiriladi. Bu yerdagi savdo do'konlarini tadbirkorlarga minimal narxda ijaraga beriladi.